News.net taqdim etadi. Bozor o'char, savdo qildim. Kimga? Bolam uchun. Barin muhayyo paydo qildim. Kimga? Bolam uchun. Hashamatli uylar qurdim. Kimga? Bolam uchun. Dabdabalik to'ylar qildim. Kimga? Bolam uchun. Lekin nima qildim? Onam uchun. Dunyodagi eng yaxshi odam uchun. Kimga dasturxon yozdim? Bolam uchun. Ba'zida semirib, ba'zida ozdim. Bolam uchun. Aqldan ham oza yozdim. Bolam uchun. Kimlarga yalinmadim? Bolam uchun. Lekin hech narsa ilinmadim. Onam